aka. Beka keldi. Ye, Hofiz, keling. Eson-omon keldingizmi? Yaxshimisiz? Marhamat, o'tiring. Endi bir erkakcha gaplashib olsak. Xotiningiz o'limida meni zarracha aybim yo'q. Sen bu harom oyog'ing bilan Makkani iflos qilmagan. Kimdir menga urush e'lon qildi. Kim bo'lsa ham o'tmas pichoq bilan o'ldiraman. Agar u iflos ostonamdan hatlasa, chatonag'ini yirib tashlayman. Agar qizimning sochidan biron tolasi uzilgiday bo'lsa, o'zidan ko'rsin. Bilib qo'y. Men nomard emasman. Itni bolasi emasman, odam bolasiman. Birovlarning burnini qonatib lazzat topaman deb yurganim yo Jalil bu dunyoda. Agar Xongireyga bachchalik qilmaganingda, Vinzavod senga sovg'a yubormoqchi edim. Menga qara, meni eshityapsanmi? Agar birontasi so'rasa, ammasini aytadigan. Tushundingmi? Hech kim bilmasin. Ammasi yo'q-ku. Ahmoq. Ko'chada mashina urib yubordi. Hozir bannisada degan. Tushundingmi? Hosil. Assalomu alaykum beka. Senga tan berdim. Sen menga video kasetani asl nusxasini berasan. Seni eski shahardagi uyimda kutaman. O'zingiz bu yoqqa kela qoling. Yaxshi. Yana boshqa davolaring bo'lsa aytarsan. O'ylab ko'raman. O'yla. Men qilgan xatolarni qilmasang, uzoqqa borasan. Bu ekanman. Haydar aka. Nega hayron bo'lyapsiz? Men bularni bek akam deb o'ylabman. Nimaga endi? Bularni qarashlari boshqacha.